Nima emish, alyumin simda uyimizni montaj qilsak, yuklamada erib ketar emish. Yuklamada na alyumin, na mis sim erib ketadi. Ortiqcha yuklama bo'lsa, har ikkalasi ham qizib erib ketadi. Mana shu narsani oldini olish uchun avtomat degan narsani o'ylab topishgan. 2,5 lik alyumin simimiz 20 amper tokni ko'taradi. Bunga eng kattasi 13 amperli avtomat qo'yib bilamiz. Endi hozir O'zbekistonda 13 amperli uchratganim yo'q, shu uchun elektriklarimiz 10 amperli avtomat qo'yishadi. Undan tashqari men sizga hozir bir fakt aytaman. Yuqori kuchlanish liniyasi simi alyumin, transformatorlarning ichidagi obmotkasi alyumin misligi juda kam. Transformatordan chiqib uyimizgacha kelgan sim alyumin va mana shu liniyadan elektr hisoblagichimizgacha tortgan simimiz alyumin. Ko'p holatlarda elektr hisoblagichdan to shitimizgacha tortgan simimiz alyumin. Ana endi savol, shuncha joyga yuklamaga erimagan alyumin kelib sizning uyingizga eraydimi? Albatta, mis simni afzalligi ko'p, tokni yaxshi o'tkazadi, lekin bu muammoni alyumin simni bir pog'ona kattasini olib hal qilsak bo'ladi. 1,5 lik mis ishlatiladigan joyga 2,5 lik alyumin ishlatamiz, 2,5 lik mis ishlatiladigan joyga 4 lik alyumin ishlatamiz. Undan tashqari alyumin kabelni ko'p buksangiz tezroq sinadi misga qaraganda, lekin bu suvoqni tagiga qolib ketadigan narsa. Buni har zaman bukib o'tirmaysiz. Eng muhimi, montaj qilayotgan vaqtda ehtiyot bo'lib ishlasak bo'ldi. Men bu gaplarni uyingizni alyuminda montaj qiling deb aytayotganim yo'q. Sharoitingizga qarab ish ko'ring degan maqsadda aytyapman. Undan tashqari alyuminda uyimizni montaj qilsak, mis simni 3dan 1 qismi bo'ladi. Ya'ni 3 millionga emas, 1 millionga elektromontajimizni bitirishimiz mumkin. Va eng muhim nozik masalalardan biri elektroshitdagi himoya qurilmalarini to'g'ri tanlash, ya'ni avtomat, div, uzoq shular. Mana shu narsalarni to'g'ri tanlab bilmasak, ya'ni shitni yig'ib bilmasak, biz eng zo'r mis kabeli bilan ham uyimizdagi montajni rasvo qilishimiz mumkin.